Mazkur video qo'llanma talabalar amaliyot platformasidan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalardan iborat bo'ladi. Buning uchun qurilmangizdagi internetga ulanishni ta'minlovchi web brauzerga kirasiz va adres manzil qatoriga amaliyot.uz.npu.uz manzilini ko'rsatib yozasiz. Ochilgan sahifada Xemisdagi ID raqam kiritiladi. Va e'tibor bering, birinchi marta kirayotgan vaqtingizda parol sifatida Xemis ID raqamingizni oxirgi 6 ta raqamidan foydalanasiz. Kirish tugmasi bosiladi. Talaba o'z kabinetiga, demak, kirdi. Bu yerda demak, shaxsiy ma'lumotlar, akademik faoliyat bo'yicha ma'lumotlari va sozlamalar qismi bor. Sozlamalar qismida amaldagi joriy parolni kiritasiz va yangi parolni qo'shishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, hisobotlar, grafik, baholar, davomat, reytinglar, vazifalar va kvotalar degan alohida menyular bor. Har bitta talaba mana shu birinchi navbatda kvotalar qismi bilan tanishib chiqish kerak. Agar kvotada qanaqadir bir obyekt bo'lmasa, siz asosiy baza, ya'ni o'zingizning kursingizga tegishli bo'lgan asosiy bazani tanlab qo'yishingiz kerak. Ana undan keyin, demak, amaliyot obyektiga o'tkazib beriladi. Endi bu platformada davomat degan qismi birinchi testdan o'tadi. Shuning uchun har bitta talaba davomat qismiga o'tadi. Davomat qismi ochilganda, demak, ayni kun uchun davomatdan o'tish funksiyasi ishlaydi. Kunni belgilaysiz va o'sha belgilangan kunni, demak, davomat jo'natish funksiyasi ishlaydi. Hozircha mana shu tartibda foydalanib turamiz.